Soch endi insonlarning bir katta husni hisoblanadi. Har bir inson boshida to'liq bekam ko'z sochlari bo'lishini xohlaydi. Afsuski, insonlarning ko'pgina kasalliklari, ichki tashqi muhitlarni hisobga olgan holda sochlar ham ko'pgina kasalliklarga chalinishi mumkin. Asosan sochlarning kasalliklari ya'ni yuqumli kasalliklardan keyin paydo bo'lishi mumkin. Mana bu chorva hayvonlaridan yuqadigan yuqumli zamburug'lardan keyin to'kilishi ham mumkin. Va butunlay yuqumsiz holda kasalliklar ichki tashqi muhit orqali sochda kasalliklar paydo bo'lishi mumkin. Sochning to'kilishi o'zi 3 ta katta guruhga bo'linadi. Ya'ni diffuz soch to'kilishi, sochning bu degani siyraklanishi. Boshda sochlar siyraklanishni boshlaydi yoki totalniy облесение deydi bizda meditsina tilida, butunlay soch to'kilib qoladi. Keyingisi uymali sochning to'kilishi, ya'ni achak bo'lib, uymali bo'lib to'kiladi. Sabablari, ya'niki aytganimdek, tashqi va ichki muhit. Ichki muhit mana ko'pincha jigar, oshqozon, ichaklarda o'zgarishlar bo'lganda to'liq mikroelement vitaminlarning yetishmay qolishi, ya'niki qon aylanishi, moddalar almashuvining buzilishi, o'zgarishida sochga ham kerakli mikroelementlar, vitaminlarning yetishmay qolishi da sabab bo'lishi mumkin. Tashqi muhitlar ko'pincha hozir mana sochni yuvadigan har xil shampunlar, kraskalar juda ham yildan yilga ko'payib, mana televideniyalarga ham ko'p reklamalar qilinadi. Hamma sochlarga ham o'sha bir xil shampunlar, kraskalar yaxshi bir go'zallik beravermaydi. Ko'pgina sochlarni ishdan chiqarib olishi mumkin. Soch xaltalarini ishdan chiqarib olishi mumkin. Ko'pgina yallig'lanishlar keltirib, bizda mana meditsina tilida umumiy xalq tushunchasiga allergiya deydi. Shu boshda sebariya kasalliklari, ya'ni yog'li, yog'siz har xil boshda allergik kasalliklarning kelib chiqishi natijasida soch tolallarida kasalliklar bo'lib, yuqorida aytganday sochlarning to'kilib ketishi har xil ko'rinishdagi bo'lishi mumkin. Ham mana ko'plar sochimni tekislayman deydi, har xil ko'rinishda jingalak yoki boshqa narsalar qilaman deb ham kasalliklarga duchor qilib qolishi mumkin. Keyin mana ayniqsa bizda O'zbekistonning ko'pgina viloyatlarida ob-havo, quyosh nuri, shamol ta'sirida ham ko'p kuzatilishi mumkin. Mana sochlarning uchi sinibdi, yorilibdi degan gaplar, bularning sabablari tashqi muhitning ta'sirlarida ham bo'lishi mumkin. Shu uchun soch bu insonning eng bir go'zalligi olib keladigan bitta organi hisoblanadi. Biz asrab, avaylab, unga ham oziqa, kuch-quvvat berib tursak, jilolanib insonni tashqi ko'rinishini doimo yaxshi holatga olib yurishi mumkin. Olib keladigan bitta organi hisoblanadi. Biz asrab, avaylab, unga ham oziqa, kuch-quvvat berib tursak, jilolanib insonni tashqi ko'rinishini doimo yaxshi holatga olib yurishi mumkin. Shu uchun hurmatli aziz do'stlar, soch ham bunday olganda juda ko'p mikroelement, vitaminlar, oziqaga doim muhtoj bo'ladi. Shu uchun noto'g'ri kim nima desa shifokordan tashqari sochlarga jilo beraman deb ko'p salbiy holatlarga keltirib qo'yishi mumkin. Men endi ko'p yilga shifokorman. Shu uchun faloncha aytuvdi, shu sochni bo'yadim, pistoncha aytuvdi, mana bunaqa oziqa bermoqchi bo'lgandim, sochim to'kilib qoldi yoki butunlay sinib tusha boshladi degan shikoyatlar bilan menga ko'p murojaat qilgan. Shu uchun sochingizda, ya'ni bosh qismida ayrim mana shunday yuqorida aytilganday muammolar bo'lganda, uni birinchidan shifokor to'liq, ya'ni anamnez deymiz bizda meditsina tilida, o'sha insonni to'liq bir ko'rib, tekshirib, kerak bo'lsa laborator analizlar qilinib, ichki tashqi muhitlarini o'rganib, har bir bemorga individual yondashilib, o'sha to'g'ri tashxis qo'yib, o'sha tashxisi bo'yicha davolanishda dori-darmonlar yozib berilganda juda yaxshi natijalar kuzatiladi. Endi soch to'kilishida ozgina davolandi, bu ishni qillik, bir kurs olli, sochim to'liq chiqmadi degan savollar juda ko'p beriladi bizga.
bu bir kurs deganda to'liq chiqib ketmaydi. U yo'q joydan sochni paydo bo'lishi yoki juda bir kasallangan sochlarni to'liq kuchli, mustahkam to'kilmaydigan qilib o'sha bosh qismida tashkil qilish bu uzoq davolanishga to'g'ri keladi. Agar shifokor mana shu dermatologlar buyurganlarni etapni qilinib sochga ham e'tibor berilsa, sochlar o'zini yoshiga mos holda bosh qismiga saqlanib qolinadi. Hozir endi mana to'g'ri, soch ekishlar degan yangi meditsinada yaxshi hollar keldi. Bu hamma soch to'kilgan bemorlarga to'liq to'g'ri kelavermaydi. Shu uchun uni oldindan bemorda tekshirilib, ko'rib, o'rganilib, bu ishni qilinsa ijobiy hol bo'ladi. Eng ko'p mana ayollar sochlarini chiroyli qilaman deb ko'p qiziqishadi erkaklarga nisbatan. To'g'ri, erkaklarda ham to'liq soch bo'lishi kerak, hammasi istaydi. Lekin shu uchun hurmatli xotin-qizlarga mana ko'p yillik shifokorman tavsiyam faqat shifokor, ya'ni shu soch bo'yicha yoki dermatolog tavsiyasi bo'yicha sochga shu e'tibor berilishi kerak. Chunki ko'pgina mana soch yuvadigan har xil shampunlar orqali ham soch kasallanib qolganini men ko'p ko'rganman. Juda tez almashtirishlar, har xil shampunlarni to'g'ri kelavermaydi. Mana bosh qismida kuchli qichishlar bilan kechadigan bir xil kasalliklar bo'lganda faqat individual mana meditsina tomonidan tavsiya etilgan maxsus balzamlar, shampunlar buyuriladi. O'sha bo'yicha e'tibor berilsa, soch mustahkam bo'laveradi.